Barchamizga ma'lumki, mana shu kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston Respublikasining bir necha million aholisiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda darknetga chiqib ketganligi holati bilan bog'liq ma'lumotlar chiqdi. Bu esa albatta ushbu shaxslar uchun kelgusida moliyaviy yoki boshqa turdagi shaxsiy huquqiy xavfsizlikka yo'l qo'yilishi mumkinligi ko'rinadi. Shunda bizda savol paydo bo'ladi. Respublikamizning chekka tumanlari, qishloqlarida, hududlarda aholi raqamli davlat xizmatlaridan sifatli foydalanishini ta'minlash bo'yicha qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Shuningdek, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari qay darajada himoyalangan? Kiber xavfsizlik masalasi qay darajada kafolatlangan? Aloqa va axborotlashish sohasining o'sish sur'atlari bo'yicha O'zbekiston nafaqat MDH davlatlar, umuman dunyoda eng tez o'sayotgan davlatlardan biriga kirdi. Shu jumladan telekommunikatsiya xizmatlari bo'yicha ham. Buning natijasida o'sha aytganingizdek, oxirgi uzoq qishloqlarda ham odamlarda bemalol internetdan foydalanishga imkoniyat bo'ldi va internetdan foydalangandan keyin u o'sha davlat xizmatidan ham, fintech, boshqa moliyaviy xizmatlardan ham foydalanish imkoniyatiga kengayib boryapti. Lekin shu bilan birgalikda albatta bu jarayonda bo'lishi mumkin bo'lgan xavflarni oldini olish bo'yicha tizimli choralar ham ko'rib borishimiz kerak. Buning uchun kiber xavfsizlik masalalariga e'tiborni kuchaytirishga hozir zamon o'zi ko'rsatib turibdi. Ham davlat tomonidan, ham nodavlat tashkilotlardan, ham fuqarolarimiz tarafidan. Oldin bizda hamma narsa davlat shaxsiy ma'lumotlari imkoni boricha odamlarga qulay bo'lish uchun boshqa servislarga ochiqlikni kengroq foydalanishga imkoniyat bor edi. Mana oxirgi masalan xavf bo'ldi, mana nima deydi, xavotir bo'lgandan keyin albatta xavotir oldini olish uchun mana boshqa vazirlik idoralar bilan ham kelishib, masalan sizni o'zingizni davlat shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilishga alohida tizim qilib qo'ydik. Ya'ni faqatgina ID.gov'ga kiribgina o'zingizni ma'lumotingizga ruxsat bersangizgina boshqa odam oldindan foydalanish mumkin degan ruxsatga sharoit imkoniyat qilib qo'ydik. Lekin bu albatta sal noqulaylik keltiradi. Chunki odamlar o'rganib qolgan edi, masalan, istalgan narsani onlayn sotayotganda mikraqarz olmoqchimi, bemalol uni oformit qilish mumkin edi. Hozir endi uni oformit qilishdan oldin albatta uni ruxsatini birinchi kirib, meni ma'lumotimni berishga ruxsat bersa bo'ladimi deyish kerak, keyin undan keyin oformleniga bo'ladi. Undan tashqari o'zimman kiber jinoyatlarni kamaytirish bo'yicha texnik imkoniyatlar harakat qilinyapti. Ya'ni avvallari asosan O'zbekiston nomerlaridan chiqib kiber jinoyatchilar, kiber firibgarlar chiqardi. Hozir uni oldi olindi, to'liq anti-spoofing qilindi. Shuning hisobidan ham 4 milliondan oshiq har xil telefon qo'ng'iroqlar oldi olindi. Faqat chet eldangina bo'lsagina ehtiyot bo'lish kerak. Agar chet elda qanaqadir munosabat bo'lmasa, uni oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Va yana bitta katta xavf bor edi, SMSni birovga berib yuborish. Uni ham mana Markaziy bank bilan hamkorlikda o'sha to'lov idoralarida telekom antifrod tizimlarini joriy qilyapmiz. Ya'ni SMSni birovga berib yuborgan taqdirda ham telefon orqali pul o'tkazish oldi olinadigan tizim bo'ladi.